Assalomu alaykum, men Abdulaziz Abdul. Men shu ulug'vor g'oya nishon ustiga qo'ygan Sarxillar ma'rifining bir a'zosi bo'lganligimdan intayin xursandman ham faxrlanman. Mana shu yil jarayonida ruhimga uzuq, yunishimga ilhom, birodarga kuch bergan mo'l mazmunli sarxil bilimlarni o'rgandim. Bu albatta sizlar hurmatli muallimlarimning tuhfasi. Mana bizlarni, yoshlarni kelgusiga loyiq bir shaklda yetishtirish uchun kuch chiqarayotgan, kecha kunduz hardim taltin demasdan tirishayotgan, izlanayotgan boshdan Mahmudjon muallimim bo'lib, barliq muallimlarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Ben Sarxillar ma'rifining bir aziz bo'lganligim uchun o'zimdan nayt faxrlanaman va xo'sh. Men mush kunlarni yaşatgan, mening hayotimda cho'ng o'zgarishlarga hosil bo'lgan va unutulmas kunlarimni birlikda o'tkazgan bütün insonlarga bak rahmat aytaman. Bu videoda olsa sizler bizga vaqtini, en qimmatli vaqtinglarni ayırıp biz uchun tirishqanlar uchun rahmetimni bildiraman. Ma'lumlarim, ustozlarim, Allah sizlardan mangu rozi bo'lsin. Sizlardan tirish degan nima, o'rganish degan nima, xil ishni o'rgandik ma'lumlarim. Ve bu qilganinglarni asla hargiz unutmaymiz. Rahmat sizlarga. Sizlarni bek yaxshi ko'ramiz. Ajrınız için rahmet. Yemisini çok öpüyorsunuz. Sarxillar ma'rifga qabul qilgan va bu fursatni menga bergan qadrli ustozlarimga va hayotimda iz qolib qo'ygan bu unutulg'usiz bir yilni yashatgan sevimli savoqdoshlarimga va har vaqt meni qo'llab kelgan benim oilamga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Ko'ringan tag'yirab emas degandek pat arada Sarxillar ma'rifi o'quvchilarining vatan va millat uchun yaramliq bir avlod bo'lib yetishib chiqishi tilki bilan. Bizga vaqt ajratib bir yil bo'yicha dars o'tib berganligingiz uchun Allohga bek rahmat. Bu yerdagi bütün o'qituvchilarimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Assalomu alaykum Sarxildagi bütün muallimlar, hammalarning biz uchun chiqargan vaqti va ajr uchun Alloh razı olsun. Yoz ta'tildagi yuzli bo'lgan dars olsun yoki to'rda o'tilgan dars olsun, hammasi ahamiyatli yaxshi bo'ldi. Hammaga Alloh rahmat qilsin. Yolumuzni ilim bilan, qalbimizni mehr bilan, yüzümüzni muvaffaqiyat, sözümüzni fasahat bilan nurlandirib berganligingiz uchun hammanglarga chin qalbimizdan minnatdormiz. Jafokash, mehribon, qadrli ustozlarimizdan keyin muallimlar kunini tabriklayman. Assalomu alaykum. Ben Sarxillar ma'rifining ikinci qarorli o'quvchisi Ahmed Ömer. Bu yilni ustozlarimning ajri bilan va savoqdoshlarimning tirishchanligi bilan muvaffaqiyatli bir shaklda tamomladik. Bu yilda bizning uchun jafo tortgan boshda Mahmudjon muallim bo'lish sifatidan hamma muallimlarga chin ko'nglimdan rahmatimni aytaman. Assalomu alaykum ustozlar. Bir yil bizga bergan emgaklarni Allah ajrlardan qilsin. Sizlarga ko'p rahmat. Mush bir yil ichida biz o'qituvchilar uchun jafo tortgan bütün o'qituvchilarimga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Biz uchun jafo tortganlar uchun ko'p rahmat. Bizga bilim berganlar uchun aytib xursandmiz. Allah hammalardan razı olsun. Assalomu alaykum hurmatli ustozlarimiz, men Fatima Ömer. Men Sarxillar ma'rifining ikinci qaror o'quvchisi. Men 2021-yili Sarxillar ma'rifida qatnashgandim. Va qatnashganligim uchun pek xursand. Chunki Sarxillar ma'rifidagi muallimlarim birinchi bo'lib Mahmudjon muallim va oxirdagi bütün muallimlarimlar menga hayotimda nurg'un narsalar o'rgatdi. Sadece bilimle öğretmedi, bana ahlaklıqni, insonlikni, tarbiyani o'rgatdi. Ularga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Bir desta gülde Gülkeni dursa daş bulur Tızık marca Bir desta gülde Gülkeni dursa daş bulur Endimiz bugün ayrılan oldu
sınıfta Dirişte bağlangan makam Getsek bu jırak jaylarga